G'aroyib bola. Valentin Nikolaevna! Valentin Nikolaevna! Men endi nima qilaman, Valentin Nikolaevna? O'g'ilmi? Qizmi? Juda yaxshi. Tabriklayman. Sizga men mayda-chuyda olib kelgandim. Ingizga borib qolarsiz. Sutingiz bormi? Juda yaxshi. Ketdim bo'lmasa. Xo'p, xayr. Nega buncha baqirasiz? Olmasangiz olmang. Balki o'zim yerman mazza qilib. Qishloq maktabiga borib o'qitishdan hammangiz qochasizlar. Postaysan deb baqirishga ustasizlar. Salom azizim. Juda ko'rinishing yaxshi-ku, ha? Endi bildim nimaga butun fakultetdagilar sen deb jinni bo'lishganini. Dekan infarkt bo'ldi. Fizkultura o'qituvchisi insult bo'ldi. Lekin hech qisi yo'q. Muhimi ko'rinishing yaxshi. Sen topilmaydigan do'st, umuman yaxshi o'rtoqsan. 4 soat navbatda turdim. Qara, zo'ra, sal qoldi ololmay qolishimga. Keyin ustidan 10 so'm uzatdim. Tagidan to'g'rini berishdi. Mixi yo'q. Mana dolma bor, pomidor bor, bodring bor, Nuh vinosi bor, anor bor. Lekin mix yo'q, qayni, kechirasan. Bu nima daxli bor? O'qiyapman. Yaxshi kelishim kerak. Yomon kiyinib yursang, qizlar sira ham qaramay qo'yadi. Kiyimingga qarab yaxshi ko'radiganlarning nima keragi bor? Senga kerak emas, menga kerak. Menga qara. Uyiga telegramma yubormaydi. Stipendiya olmaydi. Qanaqa qilib yashaydi, hayronman. Voy dadajon. Endi nima chora ko'rmoqchisan? Uyga telegramma yuborsam, yordam berib yuborishadi. Rahmat o'g'lim. Garoxov, Petr Yevdokimovich, she'rda turadilarmi? Bujon. Qayoqdan kelib qoldingiz? Qishlog'imizdan keldim. Qayoqdan bo'lardi, bolam? Petrusha. Ozibsan juda. Ozib ketibsan. Fonetika meni qiynab yubordi, bilsangiz buvijon. Nega bilmas ekanman? O'zim ham bir vaqtlar yosh bo'lganman. Hozirgi qizlar yomon juda. Petrusha, sen ulardan ehtiyot bo'l. Xo'p, bo'ladi buvijon. O'qishlaring qalay? Qiynalmayapsanmi? Nimasidan qiynalaman? Boshqalardan kam joyim bormi? O'qi, Petrusha. Qishlog'imizdagilarning umidi sendan bilsang. Qishlog'imizda mutaxassislar yetishmaydi. O'zing bilasan axir. Voy, ana u narsalarni ochmaymizmi? Tur o'rningdan, ochmaysanmi axir? O'rtoqlaringni chaqiramiz. Qani, kiringlar bolalarim. Ana ustalni o'rtaga tortinglarchi. Qani bolalarim, qani. Ana juda yaxshi bo'ldi. Qani o'tiringlar endi, o'tiringlar. Ha, barakalla, o'rgilaysizlardan. Qani o'tiringlar. Hech nimani bilmas ekansiz, Garoxov. Kim o'qitgandi o'zi sizni? O'sha yarim yilga ham qanday chidaganimga hayronman. Kolxoz raisi turar joy bilan ta'minladimi? O'zi ovqat masalasida yordam berdimi? Yoshlar ham yo'q hisobida. Yo'llaringni rasvolikni-chi? Hatto rayon markaziga ham borish qiyin edi. Nimaga kelib shu institutga kirmoqchi bo'lyapsan? Men senga beti 3 qo'ydim. Lekin bilib qo'y, juda ham qiynalasan. Rahmat. Ovqatlanganing yo'q bo'lsa kerak, yura qol biznikiga. Uzoq mana shu yaqinda turamiz. Erim baliq sho'rma pishirayotgandi. Baliqni qayerdan oldinglar? Erim tutib keldi. O, shunaqami? Daryodanmi? Ha-da. Borasanmi? Rahmat. Yo'lga fe'llarni qaytarib ketamiz. Go, went, gone. Go, went, gone. Good. Right, wrote, read. Written. See, saw, seen. Nimasi deysini? Dotsent, uy joyli, mashinasi bor, dachasi. Yana nima kerak aniga? Menga qara. Menda hakkaga 2 ta bilet bor edi, bormaysanmi? Zo'rg'a topgandim. Vaqtim yo'q.
Unda planetariyaga borib kel. Tinch qo'ysang-chi. Men ketdim. Who is Jones? Fazer, Who is Jones? Mazer. Darsda yarashga ham qo'yishmaydi. Iqtisod degani nima o'zi? Bu fanni zerikarli fan deb o'ylaganlar juda ham adashishadi. Qadimiy fanlardan sanalgan bu fan hozir ikkinchi davrni boshdan kechirmoqda. Balki men oshirib o'rayotgandirman, lekin ishontirib aytamanki, aynan shu fanda nihoyatda kuchli ehtiros mavjud. Iqtisod fanidan tug'ma iste'dod, fikr, xayol parvozi darkor. Boshqa hech bir fan insoniyatning eng muhim talablari, kelgusidagi umid orzular bilan chambarchas bog'liq emas. Savollar bormi? Marhamat. Yoshingiz nechida? Darsimizga buni aloqasi yo'q. 27 da. Mana u sutdan ichkin hordadan chiqadi. Parashok sut. Ismi nima? Pyotr. Petya dedim. Nima deysan? Hosil bu yil tuzuv bo'larmikin? Bu yil yana havo past keldi. To'g'ri aytasan. O'qishga ketyapsan shekilli. Ha. Men ham desang, qizimni institutga olib ketyapman. Orzulari artist bo'lish. Axir kira olmaysan, qizim. Mana ko'rasiz. Sen qayerga kirasan? Rahbarlar tayyorlaydigan joyga. Agar kira olmasang-chi? Unda poyezdga o'tiraman-u, tinchak yem flotiga jo'naboraman. Familiya nima? Garoxov nima edi? Gap bunday, Garoxov. Bahslashilmaydi bu masalada. Borish kerak deyildimi? Hamma boradi. Biz shu kolxozga doim yordamga chiqamiz. Tushundingmi? Meni sening kolxozing qiziqtirmaydi. Meni esa qiziqtiradi. Menga qara, mahmadanagarchilikni qo'y. Bormaydigan bo'lsang, haydash masalasini qo'yamiz. Bormaganlar bizda institutdan haydaladi, tushunarlimi? Rektoratga chiqqinda, so'rab bilib olaver. Garoxov, bolalarga ko'z quloq bo'lib tur. Men borib necha qop kartoshka qoplanganini bilib kelaman. Qoplanganlarni hisoblashning hojati yo'q. Kavlamagani qancha, shuni bilish kerak. Garoxov, nimani hisoblashni sendan yaxshiroq bilaman. Albatta-da, ishlagani kelganmiz. Xo'sh, oliy matematika degani nima o'zi? Bu fanni zerikarli fan deb o'ylaydiganlar juda ham adashishadi. Bu fan eng qadimiy fanlardan bo'lib, hozirgi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Salom studentlar. Salom. Xayriyat kelibsizlar. Kuta ko'zimiz to'rt bo'ldi. Qizlar, Salom, ay. Fyodor, Salom. Fedya. Fyodor. Paramonov. Fyodor. Salomatmisizlar? Biz sizlar demak ertaga ertalabdan ishga yopirilarkanmizda. Yo'q. Salom qilaman. Salom. Ishlaring qalay? Yomon emas. Ehtiyot bo'l, adashib ketma tag'in. Xo'p bo'ladi. Ish chatoq. Chatoq bo'ldi. Endi nima qilamiz? Ish chatoq. Chatoq. Nima bo'ldi? Ish chatoq bo'ldi, rais. Nima bo'ldi o'zi? Govlab olishibdi. Bitta qo'ymay. Vaqmachi. Juda yaxshi bo'pti. Yaxshimi? Qayerda saqlaymiz? Bunaqa hech qancha pul tushirolmaymiz. Kran bo'lsa vagon yo'q, vagon bo'lsa kran yo'q. Bu qanaqa ish o'zi? Gap ko'paytirmag'ayni. Mana kartochkadan ol. Studentman degina. Ha. Avval menga shuni aytchi, o'qishni bitirganingdan keyin qancha maosh olasan? 110 so'm. Qancha? 110 atrofida. Eshitding brigadir? Balki biz ham institutga kirsak mumkin. Ha? Nimasi kulguli buni? O'zing o'yla. Shu arzimagan pulga 5 yil o'qisak, boshingni qotirib. Hamma xohlagan ishini qiladi. Ha. Kambag'allik ayb emasding. Eshitganmiz. Sen joyidami o'zi student? Men bu yaramas maqolni yoshligimdan yomon ko'raman. Mana sen menga oyiga 300 so'mmi? Naq qilib qo'ydi. Yuqoriga ko'tiraman, o'rayan bo'laman, tushundingmi? Voy, oyijon. Salom, Pyotr Yevdokimich. Butun qishloqni qidirib chiqdim. Donya buva sizni hammomda deb aytdilar. Borsam yo'q siz. Voy tavba. Cho'milyapsizmi? Nima deysan? Sizni qidirib shahardan kelishibdi. Kimlar ekan? Bilmadim, sizni so'rashyapti. Ha, yaxshi, hol boraman. Kechqurun klubda kino qo'yishar ekan. Qo'yilsa nima? Sevgi haqida ekan. Borasizmi? Yaxshi, boraman.
Kinodan keyin tansi bo'lar ekan. Klava. Nima? Ketasanmi yo yo'qmi? Voy, ezmalanib turishimni chi, uy sovuq ekan. Ketdim bo'lmasa. Keta qol, bor. Demak borasiz? Boraman. Jismoniy tarbiya degani nima o'zi? Juda ham adashishadi. Unga ikkinchi darajali fan deb qaraydilar. Axir sportda ham erkin fikrlash, tug'ma iste'dod darkor. Gapimga ishonavering. Hech qaysi fan bunchalik insoniyatning eng zarur talablari bilan champarchas bog'liq emas. Ha, juda to'g'ri topdingiz. Xullasi, sog'lom tanda sog' aql. Ha. Juda noqulay bo'ldi, Dmitriy Alekseyevich. Siz o'qituvchisiz, men studentingiz, birga ketyapmiz. Menimcha hali ketayotganimiz yo'q. Umuman buni nimasi noqulay? Bilmaganlar boshqacha fikrga borishlari mumkin. Biz axir yomon ko'ngilda ketayotganimiz yo'q-ku. Ha, albatta. Mabodo, sizda itkin ekonomikasi yo'qmi? Bor edi shekilli. Qidirib ko'rish kerak. Voy, o'qishga berib turasizmi? Bu nima qilganingga? Uyalmadingmi shunaqa qilgan? Nima qilmang? Hammamiz ichimizda eng qobiliyatlisi sensan. Mencha ham gapiraverib, quloqimni bitirib yubordi-ku. Mencha deganing kim? Meni erim. Dmitriy Alekseyevich. Tabriklayman. Baliq tutmoq. Bu baliq. Mana qarang, qarang. Look here. Yaxshilab qarang. Come on. Qarang. Come on, you take. Kichkinagina chuvalchangni qo'lingizga olasiz. Uni qarmoqqa ilasiz. Keyin tuflab, suvga tashlaysiz. Endi tushundingizmi? Nima? Samolyot. Nega endi samolyot? Menga tushuntirib bering-chi, bu nima? Shunaqa ham postay bo'ladimi odam? Men sizdan otangiz baliqchimi deb so'radim. Olib keting balig'ingizni. Sizni bu institutda qiladigan ishingiz yo'q. Out of here. Bo'ldi o'g'lim. Mana ustidan eshitganda. Sizdan nimanidir so'ramoqchi edim. Rahmat. Haya, shu desangiz, pechka yoquvdim, tutun tortmay qoldi. Trubasiga o't tiqilib qolganga o'xshaydi. Balki tomga chiqib bir ko'rib berarsiz, bir narsa tiqilib qolgan bo'lmasin, yana biz chiqolmasak. Voy, Pyotr Yevdokimich, yana nimadir so'ramoqchi edik sizdan. Xitoylar haqidami? Ha, o'shalar haqida. Pyotr Yevdokimich. Otingizni berib turolmaysizmi? Pishon olib kelishganmi? Qisam olib kelishgan. Nima? Kolxozdan berishmaydimi? Voy, yarimtaga ham yo'q deyapti. Qishloqda sigir tuyog'i shundoq ham kamayib ketdi. Boqish qiyin bo'lib qoldi. Yem ololmaymiz, pichan o'rib g'amlolmaymiz, podachi ham yo'q. Biz ham sotib yubora qolaylik desak, o'rganib qolganmiz, ko'zimiz qiymaydi. Meni shiorim. Har bir student chet tildan birontasini bilishi shart. Yo'qsa oliy o'quv yurtida unga o'rin yo'q. Stop talking. Kechirasiz. I beg your pardon. May I ask you? Please. Qanila bizni Valentina Nikolayevna? Xo'sh, meni undan nimam kam, ha? Kimdan? Dotsentdan. Kamchilik joying yo'q. Lekin Anya uni sevadi. Ketaman. Qayoqqa? Tinch akam flotiga. Olishmaydi. Olishadi. Olishmaydi. Olishadi. Olishmaydi. Olishadi dedim, olishadi. Muzga chiqib olishadi. Итак, все кончено. Мечты как дым развеяны. С небес на землю я свалился сразу вдруг. Хожу в тумане, одинокий и потерянный. И все не мило мне, постыло все вокруг. К другому ты ушла, ну что ты в нем нашла? Как ты могла, как ты могла? Увы, все сказано, душа обуглена, узлы развязаны, концы отрублены. Увы, все сказано, душа обуглена,
узлы развязаны, концы отрублены.